Bugun hammasiga sabab mana shu guruch. Nimaligini videoning oxirida bilib olasizlar. Oshimiz shirin chiqsin. Zerikib qolmayapsizlar, davranglar kengaysa. O'rtoq osham sayra boribdi-yu, ha? Ha, endi sayra boradi, o'rtoq. Xorazm guruch markazidan bo'lgandan keyin. Ro'shan aka, bu osh nima deyapti o'zi? Ro'shana qarang buni. Bahrom ukajonim, bu osh shu dasturxonning noz-ne'matlar bilan meni yeyla deyapti, ukam. Endi aynan Xorazm guruchi nima xususiyati bormi ortiqcha? O'rtoq, endi Xorazm guruch markazi deyilishiga sabab bor-da. Bilasanmi, bu guruch boshqa guruchlardan o'zini alohida xususiyatlari bilan farqlanib turadi. Bu guruchni suvga solasizlar-yu, o'sha ziraveylar bo'lgandan keyin uncha-munchaga ezilib ketib qoladi. Suv ko'taradimi? Suv ko'taradi, yashaydi. Keyin buni o'sha laganga suzasizlar, mana turishini ko'ryapsizlar, xuddi tilladek tovlanib turibdi. Mana shu oshdan tanovul qilasizlar, keyin o'zingizlar bahosini berasizlar. O'sha og'ayni shuncha xarajatni bozordan qilsang, ancha arzon tushmasmidi? O'rtoq, mana shu joyi kerak edi. Yashay. Eng mazza joyi mana shu. Nimaga bilasizlarmi? Mana shu qo'limdagi osh ham, bu dasturxondagi noz-ne'matlar ham Xorazm guruch markazidan qilingan-da. Aynan borib alohida o'sha yerdan olib keldim. Bilasizlar, Food City'ni, O'rizorni, o'zimiz. Bu bozorlarda o'pdim hammasi. Mana shu Xorazm guruch markazida ham hamma narsa shu bozorlar bilan narx-navosi barobar. Endi bitta gap bor-da, ulfatlar. 10 marta eshitgandan bir marta borib, Xorazm guruch markazidan xarid qilgan yaxshi. Ya to'xta o'rtoq, boyadan bir Xorazm guruchi markazi deysan. Ha buni manzilini, joyini ham yetib qo'ygin-da o'rtoq. Ha bu keladiganlar uni qidirib topaman deb umri o'tib ketmas. Xorazm guruch markazi bu Xorazmda emas, qadrdonlar. Aynan o'zimizning Toshkentda joylashgan. Katta halqa yo'li bor-ku, Yunusobod tumani. Hasanboy bor. Aynan o'sha Hasanboyga yetmasdan turib, shunda o'ng qo'lda asosiy ofis, birinchi do'kon. Yana bir narsa, bu do'konlarning hammasida ham 3 ta do'koni bor-da, hozir hammasini lokatsiyasini aytib o'taman. Xohlasanglar naqd, xohlasanglar plastik, bemalol xalqqa o'ylab qilib qo'yilgan. Ikkinchi do'konimiz, u ham juda ham qulay lokatsiyada, aynan mijozlar uchun, xalq uchun o'ylab qilingan. Abdulla Nabiyevni bilasizlar, Sog'bon chorrahasi. Olmazor hokimiyati bor. Mana shu Olmazor hokimiyatining ro'parasida joylashgan. Uchinchi do'konimiz katta halqa yo'ldan borasizlar, 3 qahramon aylana. Mana shu 3 qahramon aylanadan to'ppa-to'g'ri Chernayevga qarab ketaverishingizda, shundoq o'ng qo'lda Shodlik to'yxona keladi. Mana shu Shodlik to'yxonani ro'parasida. Boraverasizlar, mazza qilib xarid qilib, qadrdonlar, tortinmanglar, uyalmanglar, hammasi xalq uchun, xalqqa o'ylab qilingan. Ishonmasanglar bir borib ko'ringlar. Xorazm guruch markazi.